Okalar, xullas mana shu darvoza oldi orqasi bir xil, %100 bir xil. Bizga sizlar maslahatingiz kerak. Shu darvozaga shu 100% shu jentrani qora kraskasidan silib bering deyishdi klientimiz. Bu Toshkentga o'rnatilgan darvozamiz. Shunga nima deysizlar? Yaxshi chiqadimi yoki yaxshi chiqmaydimi? 100% qora GBO deydimi? Shunaqa jentralini qora kraskasidan bo'ladi, faqat matoviy bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Yaxshi chiqadimi yoki xunukroq bo'lib qolarmiki? Bu darvozamizdan ikkita yonma-yon o'rnaydi. Bu hozir ko'cha tomoni. Orqa tomoni ham shuni o'zi. Prosta bu yerda hozir orqasiga hali paddos berilmagan. %100 bir xil. Sizlarning fikringiz muhim. Qora kraska qanaqa chiqadi? Fikringizni do'stona bildirib qo'ysani yaxshi bo'lardi. Buni profillari bu yo'g'iga 8 lik bo'lgan, bu yo'g'iga 60 lik bo'lgan. 80 ga 60 profilda bo'lgan. Qora stenkalar ham o'ta qalin bo'lgan. Fikringizni qoldirib qo'ying. Biz uchun muhim. Qora kraska qilsak yaxshi chiqadimi yoki yo'qmi? Qora kraska qilgan okalarimiz borlarmi ustalar? Ustalar, bir-birimizni poddeshka qilamiz. Qo'llab-quvvatlab, shunaqa hunarmandlarni ham dunyoga tanitish kerak. Qo'llab-quvvatlab, like-ni bosib qo'yasizlar, salomat bo'linglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Bu ikkinchisi. Buni orqa tomon tayyor bo'lgan. Burun topkalarni sepib, xudo xolisa chotki qilib chiqarib beramiz.